Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimiz kuzatuvchilari. Yaqinda agar yodingizda bo'lsa, bir baxtli oilani 5 nafar a'zosini Umra safariga yo'llanma olib kelgandik. Mana bugun yana bir oila a'zolaridan biri qo'shilyapti. Xolmirzayevlar oilasida ukasi uchun ham tabrik olib keldik. Bu tabrikni musofir yurtda yurgan Islombek nomidan amakisiga uyiga olib kelganmiz. Birgalikda topshiramiz. Jonim jannatim hozirlaning Ka'baga, sizga Alloh hadyasi chipta oldim Makkaga. Borish nasib aylasin, bag'ri dilingiz yayrasin. Oling Alloh hadyasin, chipta oldim Makkaga. Sizni Alloh tanladi va sizlarni sevdi. Sağ olun. İnşallah. Olamsiz chipta oldim Makkaga. Endi hoji onamsiz, endi hoji otamsiz. Men uchun bir olam. Allah hayırlı etsin. Salavat olun. Yaxshi ibodatlar qilishni bilmaganlar uchun agar yaxshi niyatlari bor ekan, Duo qilib erta kech g'aflatda qolmadingiz hech. Omon boring Ka'baga, chipta oldim Makkaga. Suyintisi duodur, har g'amimga shifodur. Yuzni qo'ying Ka'baga, chipta oldim Makkaga. Biringiz sajdagohim, biringiz qiblagohim. Shukr senga Allohim, chipta berding Makkaga. Zamzam suvidan ichib, Ka'bani mahkam quchib, yengil bo'linglar uchib.